shustri bolalar deb qo'yadi. Любой joydan chiqib ketadi. Malades, tegirmonga tashlasang, o'zi qarasa g'it yolg'onchi. Ha, g'it aferist bizda tilda aytganda. O'sha qadar qaranglar, obod bo'lmagan shular. 5 yil zo'r yashagandir, 10 yil zo'r yashagandir, keyin oqibatini qaranglar, xor bo'lgan shular. Sendan chiqmasin, qarz o'g'il bolani ishini orqaga tortadi, o'g'il bolani shijoatini, g'ayratini so'ndiradi. Alloh azza va jalla kuniga rozi bo'lib yashashlikka hammamizga tavfiq bersin. Taqdir qilgan rizqiga ko'nib rozi bo'lib yashayotgan bandalardan bo'lishimizga, yashashimizga Alloh taolo o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Parvardigor bizni haloling bilan haromdan behojat qil. Fazl va karaming bilan o'zingdan boshqalarga muhtoj qilmagin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: kim tong ottirganda 100 marta Subhanallohil azim va bihamdihi desa, kechki payt ham xuddi shu so'zni 100 marta aytadigan bo'lsa, u keltirgan narsadan ko'ra afzalroq narsani qiyomat kunida hech kim keltira olmagan bo'ladi. Mana shu kalimani kim aytadigan bo'lsa, qiyomat kunida bironta kimsa u keltirganchalik narsani keltira olmagan bo'ladi. Nima bilan? Kalima bilan. Ana shu namozini o'qimayotgan, ibodatni tashlab olgan odamga quloq solsangiz, sharoitini bahona qiladi. Ishim undoq, sharoitim bundoq. Endi xuddi senga o'xshab shu shaharda yurgan boshqa bir musulmonchi amal qilyapti hammasiga. Nimaga sen amal qila olmayapsan? Sen o'zing xohlamading. Agar sen o'zing xohlaganingda Alloh yo'l beradi.